Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. O'zbekiston tarixi telekanalida tarix maydoni ko'rsatuvi yana efirda. Navruz ko'p ming yillik tariximizda yashab kelayotgan go'zal qadriyat va an'analarimizga beshik bo'lgan bayramdir. Bugun tarix maydonida ana shu shukuhli bayramimiz Navruzning tarixi va buguniga to'xtalamiz. Navruz bayrami bu nafaqat bayram, balki uzoq o'tmishga borib taqaladigan tarixiy bir jarayondir. Bugungi mavzuyimizda To'ron xalqlari tarixiga oid bo'lgan Navruz bayrami haqida siz bilan o'zgacha rakursda suhbatlashamiz. Bugun ham tarix maydoniga, mavzuga daxldor bo'lgan mana shu doirada ilmiy tadqiqot qilayotgan fidoyi olimlarimizni taklif etganmiz. Tashriflari uchun tashakkur izhor etamiz albatta. Dasturimiz avvalida keling ustozlar Navruz bayramini tarix haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Bu Navruz bayrami qachondan kelib chiqdi? Bayram sifatida qachondan nishonlana boshlandi? Shu haqida ikki og'iz fikr bilan boshlasak-da, dasturimizni shu orqali davom ettirsak. Marhamat ustoz. Shunday jannatdek bir makonda hech narsa bo'lmaganmi? Biz tabiatni uyg'onganini nishonlaymiz. Yo'q, qiziq narsa chiqyapti-da. Jamshid degan so'zning o'zi forscha emas ekan. O'zbek xalqimiz, turkiylarimiz. Demak, Navruz forscha so'z emas. Biroz shumerlarni turkiylardan uzoqlashtirishga harakat qilishadi. Bu afsona o'zlashdi. Dehqon boboni shaxsiyati, biz uni Hazrati Xizr deb aytamiz. Bu nafaqat ovqat, balkim elni, yurtni, jamoani birlashtiradi. Bizning yoshligimizda Darushana degan bir marosim ham o'tkazilardi. Darvishani hozir ham bor. Biror bir davlatga, yurtga, mamlakatga, sanaga, dinga tegishli bayram emas. Eng to'g'ri javobni va go'zal javobni Mahmud Qashqariy bobomiz bergan. Eng qadimgi ajdodlarimizning astronomik qarashlari bilan bog'liq. Biz tarixini bilmasak, sochilib ketaveramiz. Kishilik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, insoniyatning 4 million yillik tarixida boshlanish arafasida, kishilikning beshigida har bir o'sha eng qadimgi ajdodlarimiz tabiat va makonda o'z davrida bo'layotgan o'zgarishlarni bilish uchun doimiy ravishda fikr qilgan, o'y qilgan va asta-sekinlik bilan turfa xil marosimlarni o'ylab topishgan. Va aynan mana shunday bayram va sayllarning ichida Navruz eng qadimgi bayram ekanligi bilan ajralib turadi. Bu Navruz sharq xalqlariga xos eng qadimgi bayram ekanligini arxeolog, ershunos, san'atshunos, folklorshunos olimlar tomonidan ko'plab tadqiqotlar natijasida isbotlangandir. Arxeolog olimlarning fikrlariga ko'ra, Navruzning tarixi qariyb bir 5000 yillik tarixga borib taqalishini ko'rishimiz mumkin. Ya'niki neolit davridan boshlab turib Navruz bilan bog'liq dastlabki bilimlar, tafakkurlar va turfa xil an'analar shakllangandir. Qolaversa, yozma manbalarda ham Navruzning o'tmish tarixi, sharq xalqlarida tarqalgan o'ziga xos, ya'niki bahorgi tengkunlik bayrami sifatida nishonlanganligi to'g'risida ma'lumotlarni ko'ramiz. Agar yozma manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, Abdurayhon Beruniyning Asarul Boqiya, Mahmud Qashqariyning Devoni Lug'ati Turk va boshqa qator manbalarda Navruzning qadimgi bahorgi tengkunlik bayrami sifatida nishonlanganligi sharq xalqlari orasida keng ommalashganligi to'g'risida misollarni biz ko'rishimiz mumkin. Misol uchun tarixchi olim Narshahiy Navruzni Navruzi Kishovarzon deydi. Ya'niki bu Navruz dehqonlar Navruz deydi. Aynan bahorgi tengkunlik kirib kelishi bilan birgalashib, ma'lum bir ma'noda an'analar, odatlar, marosimlarni o'tkazishgan va dastlabki bahorgi bir boshlanish yilini dehqonlar ma'lum bir sayllar tariqasida, marosimlar tariqasida nishonlash butun o'sha kishilikka xos bir bayram sifatida biz bugungi kungacha davom etib kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Rahmat fikrlar uchun. Gulnoz opa. Sahror akaga yuzlanamiz. Sahror aka, ilk ibtidoiy odamlarda ham Navruzni o'sha tabiatni uyg'onishi bilan bog'liq tasavvurlari va qarashlari mavjud bo'lgan degan fikrlar bor. Bu xususda sizning fikrlaringizni eshitsak? Albatta bu haqli savol, chunki har bitta hozirgi kunda bizda mavjud bo'lgan bayram, marosim, muayyan bir jarayonni o'ziga xos eng qadimgi ildizlari bor. Bu ildizlar nima bilan bog'liq? Birinchi o'rinda insoniyat tarixini biz davrlashtirganda ko'proq ular foydalangan qurollarga qarab, ya'ni qadimshunoslar tomonidan taklif etilgan davrlashtirishni ilgari suramiz. Ana endi ularni dunyoqarashdagi o'zgarish qanday bo'lganligini agar davrlashtiradigan bo'lsak, ilk inson ya'ni tabiatdan o'ziga
ma'lum bir manbalarni, o'simliklarni yoki bo'lmasa mevalarni yoki hayvonlarni o'zlashtirishi, ya'ni terib yoki bo'lmasa ularni ovlab kun kechirishni boshlashi bilan bog'liq hisoblanadi. Chunki biz hamisha insoniyat tarixi to'g'risida yuzlanganda, gapirganda eng qadimgi mashg'ulot sifatida birinchi o'rinda ovchilikni nazarda tutishadi. Aksincha, bu yerda ko'proq biz o'simlik dunyosi va umuman ilk qadimgi o'sha mevalar, ya'ni yovvoyi holda uchraydigan yoki bo'lmasam yegulik manbasi sifatida xizmat qiluvchi boshqa bir daraxtlarni olishimiz mumkin. Va ularni uyg'onishi aynan eng qadimgi insonlarni o'sha kundan, o'sha davrdan boshlab turib, birinchi ya'ni iste'mol qilsa bo'ladigan o'simliklardan boshlab unib chiqishidan o'ziga xos bir tantana sifatida qabul qilingan bo'lishi mumkin. Qaysi ma'noda? Bunga albatta dalillar bor. Qoyatosh suratlarida, xususan o'sha Navoiy viloyati Sarmishsoy va keyin hozirgi kunda Farg'ona vodiysida joylashgan Saymali tosh yodgorliklarida quyosh boshli odamlar va u bilan bog'liq turli xil marosimlar suratlari bor. Ya'ni biz bilamizki, tabiat uyg'onishi bilan birgalikda o'simlik dunyosi unib chiqishi insonlarni yangi bir yil boshlanganligi, davr boshlanganligiga bir ishontirgan yoki xuddi o'sha belgi bo'lgan. Shundan boshlab eng qadimgi davrdan turli xil o'simliklarni iste'mol qilishi yoki ularni ajrata olishi, qaysi o'simliklar aynan qaysi kundan boshlab chiqa boshlashini biz bilamiz. Bular sayl ko'rinishida keyingi davrda ham kelgan. Masalan, lola, qizil gul sayli deymiz yoki qizil lola sayli va hatto Xitoy manbalarida ham ma'lumotlar uchraydi. Va bundan tashqari mana hozirgi kungacha yetib kelgan chuchmoma sayli, biz tabiatning uyg'onganini nishonlaymiz. Tabiiyki, bu katta xursandchilik, katta bir yangi yilga qadam qo'yish sifatida eng qadimgi davrdan boshlab turib vujudga keldi. Va ovchilik deydigan bo'lsak, bayram sifatida hayvonlar endi kirib kelishi, ya'ni qaytib kelishi yoki o'zlarini oldingi o'tloqlariga kelishi natijasida yana ularni ovlash imkoniyati bo'ladi. Ular ham ko'payishni boshlaydi. Inson tabiatni kuzatish asnosida o'zini bog'liq bo'lgan manbalardan kelib chiqib, ularni boshlanish davrini o'ziga muayyan bir alohida belgi sifatida, bayram sifatida o'rnatib olgan va shuni marosim sifatida keyinchalik bayram sifatida nishonlangan. Rahmat Tahror aka, mana biz bilamiz, eng qadimiy manbalar Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida saqlanadi. Abdusattor aka, hozir sizga yuzlanamiz. Navro'zni qadimiyligi qay darajada? Mana Avestoda ham Navro'z bilan bog'liq ma'lumotlar keltirilgan degan fikrlar mavjud. Shu xususda qo'lyozmalarimizda bu haqida qanday qarashlar mavjud? Navro'z bir necha ming yildan beri doim olimlar, ziyolilar e'tiborida bo'lib kelyapti va yana davom etaveradi menimcha. Chunki dunyoda hech bir bayram Navro'z kabi hali nishonlanmaydi. Chunki bu bayramni butun tabiat ishtiroki bilan ko'ramiz. Butun tabiat ishtirokida biz ham qatnashamiz. Siz aytganingizdek, rostdan ham domla aytgandek, dunyoning eng qadimgi bayrami va shu bayramning gultoji baribir inson. Mana Beruniy, Hazrat Beruniyda, Istaxriyda, Masudiyda, Umar Hayyomda, Navoiy boboda ham borku, har tuning qadri bo'lgan, har kuning Navro'z bo'lsin. Bunday manbalar juda ko'p. Bizning bitta asosiy xazinamizda Abraham Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining asosiy xazinasida 30 dan ortiq Navro'zga bag'ishlangan asarlar nusxalari saqlanadi. Shulardan bir 10-15 tasi hadislar. Hadisi Navro'z, ahadisi Navro'z yoki sharhi ahadisi Navro'z, mana shunaqa. Bu bilan qadimda bobolarimiz ham dinga bog'lab ko'p fikrlar bildirgan va shular qo'lyozmalarda yozilib qolgan. Keyin bu bayramning qadimiyligi haqida ko'proq Beruniyda uchraydi, keyin Umar Hayyomda ham kengroq uchraydi. Qadimgi afsonaviy Jamshid podshohga taqiydi. O'sha joyi juda qiziq. Bir paytlar bir maqolamda Jamshiddan ko'ra bu juda qadimiy. Jamshidni miloddan oldingi 2000 yil deb olgan taqdirimizda, misol tariqasida. Undan yana 5000 yil avval ham Navro'z bo'lgan deb yozuvdim.
lekin keyingi tadqiqotlarda qiziq narsa chiqyapti. Yangi qarashlar. Yo'q, qiziq narsa chiqyapti-da. Jamshid degan so'zning o'zi forscha emas ekan. U bizdan kirib qolgan. Uni butun dunyo olimlari 5-6 ta nomning shaklini keltiradi. Yama, Yema, Yaman, keyin hindlarda Hema, Sema ketaveradi. 5-6 tada. Bu bizda Somaga kelib taqaladi. Ya'ni Navro'zning rasman boshlanishi sumalak bilan bog'liq. Bo'lib chiqyapti. Navro'zda Jamshid kashf qildi deyshadi-ku. Navro'zda sumalak boshlab bergan. Demak, uni ildiz tarixi U ism shunday bo'lib chiqdi. Hali bu ishlanyapti. To'liq xulosalari kelinganda balki o'quvchilarga ham biz havola qilamiz buni. Chunki butun Eron tarixining, afsonalar tarixining ichida Jamshid va Zohak ajralib chiqib qoladi. Ikkovi boshqacha o'rin tutadi. Umumiy qo'shilib keta olmaydi. Keyin butun dunyo tarixchilari Hindlarnikini, Erondikini qo'shib targ'ib qilganda 6 ta, 7 ta nomi kelib chiqyapti. Keyin uni yana tatbiq qilinadigan joylar ham bor. Va eng oxiri baribir To'ranga kelib taqalyapti. Shu so'zning o'zi kelib chiqishi. Tushunarli. Shuning uchun zamini bu olis shunchaki o'ylab ko'raylik. Misr piramidalari desak, miloddan oldin 3000, 4000 yilga ketib qoladi ular. Xitoy o'zinikini 10 ming, 15 mingga, hindlar ham, Eron ham olib boryapti-ku. Shunday qozon ichida biz bormiz. Ularda shunday buyuk tarixlar bo'lib, shunday jannatdek bir makonda hech narsa bo'lmaganmi? Haqli savol tug'iladi shunaqa. Dunyo bilan, borliq bilan, tabiat bilan eng go'zal suhbatni bizda ajdodlarimiz qilgan. Bu Navro'z bayrami tabiat va insonning suhbati. Haqiqatan ham to'g'ri aytdingiz. Ya'niki Navro'z biror bir aynan bir xalqniki, biror bir davlatniki, biror bir yurtniki yoki biror bir sanani munosabati bilan nishonlanadigan bayram emas. Ya'niki bu shubhasiz to'g'ri aytdingizki, ya'niki tabiat bilan bog'liq bayram sifatida, tabiatning uyg'onishi bayram sifatida, ya'niki quyoshdagi o'sha yangi burchning paydo bo'lishi, quyosh tizimida, taqvim tizimida, ya'niki eng qadimgi ajdodlarimizning astronomik qarashlari bilan bog'liq tariqasida, ya'niki tabiatning uyg'onishi, yangi bir yil faslining boshlanishi bilan bog'liq tariqasida o'tkaziladigan bayram sifatida bu keng ommalashgan. Bu sharq xalqlariga xos, insoniyatga xos, kishilik jamiyatiga xos bayram deb aytishimiz mumkin. Bunday bayramlar nafaqat o'zbeklarda yoki qadimgi Turon aholisida, balkim boshqa xalqlarda ham bevosita tabiatdagi bo'layotgan o'zgarishlarni nishonlab, turli xildagi sayllar, karnavallar sifatida nishonlash an'anasi bo'lgan. Lekin aynan Navro'zning tarixi, siz juda ham to'g'ri aytdingizki, bu bir necha ming yillik tarix bilan bog'liq ekanligini biz bugungi kunda nafaqat yozma manbalar, arxeologik, elshinoslik, folklorshunoslik manbalari orqali biz ko'rishimiz, guvohi bo'lishimiz va isbotlashimiz mumkindir. Endi Ustoz, Mehriddin, biz eshitaman. bevosita Navro'z haqida gapirganimizda xalq og'zaki ijodi Ijodiy-da, namunalarimizga, dostonlarimizga, o'sha maqollar, matallar, Navro'z haqida ko'p qarashlar mavjudda xalq og'zaki ijodimizda. Hozir folklorshunoslarimizga yondashsak, ular aynan folklorda, xalq og'zaki ijodida Xulkaripa Navro'z bilan bog'liq fikrlar, ilmiy tadqiqotlarni bir so'zlab bersangiz. Ustozlar aytishdi, mana ularni Navro'z bayramini tarixi bilan bog'liq jihatlarini aytib o'tishdi. Albatta insoniyat paydo bo'libdiki, olam va odam o'rtasida munosabat mavjud va buni turli xil shakllarda belgilab qo'yish marosimni tashkil etadi. Shu ma'noda Navro'z bayrami haqida professor folklorshunos olim Mamatqul Jo'rayev Navro'z qo'shiqlari monografiyalarida shunday yozadilarki, Navro'z tarixiga e'tibor berish ma'nosida shunday ta'kidlab o'tadilar, ya'ni ma'lum bir manbalarda o'sha Siyovushning o'limi bilan bog'liq jarayonlarda bir kunni tadbir qilishdi deb aytib o'tadilar va bu tadbir Siyovushning o'limi bilan bog'liq edi. Va keyinchalik bu folklorshunoslarning nazdida, bizning folklorshunosligimizda mana folklorshunos olimlar o'tiribdilar, ya'ni o'lish va tirilish munosabatlari mavjud. Shu ma'noda bu Siyovushning o'limi bilan bog'liq tadbir keyinchalik Siyovushning o'lim va tiriklik timsoli sifatida ko'tarilishiga sabab bo'ldi deydilar. Haqiqatan ham biz Navro'zga ahamiyat beradigan bo'lsak, Navro'z har yili keladi.
har jabhada Bahorda. keladi va har bahor bizni uyg'onishga chorlaydi. Ana shu nuqtai nazardan, ya'ni qishni qorong'u kunlarini, tunlarini quvib, o'lik hayotni quvib biz yangi hayotga intilamiz va doim intilganmiz. Bizdan oldin necha ming yil insonlar bo'lsa-da intilishgan va bizdan keyingilar ham bunga intilishadi. Shu ma'noda kuz va qish o'lim hayot bo'ladigan bo'lsa, bahor va yoz tiriklik manbai, tirik hayot degan qarashlar bo'lgan va Navro'zni shuning uchun ham juda jiddiy ma'noda kutib olishgan deb o'ylayman va o'lim va tiriklik orasidagi bunday holatlarni chiroyli kutib olish uchun o'sha davrda ham Siyovushning o'lim bilan bog'liq tadbirlarda qurbonliklar qilingan, sayrlarga chiqishgan va turli xil Siyovush tadbirlar deganda biz kimni aynan amalga nazarda oshirishgan. tutamiz? Tomoshabinlarga aniqroq bo'lishi uchun. Opa, shu joyda. Afrosiyobning qizi turmush o'rtog'i Siyovushning o'limi bilan bog'liq bo'ladi. Bu borib mancha ustoz Avistoga borib taqalsa kerak. Shu ma'noda miloddan oldingi Miloddan 7 avvalgi- asrlarga borib qoladi. shunaqa folklorshunos olimlarni Endi tatbiqi endi bu bo'yicha afsonada. Bu afsona. yosh davr bu. Endi xalq og'zaki ijodi bizga ma'lumki, xalq og'zaki ijodidagi afsonalar, rivoyatlar Og'izdan og'izga o'tib og'izdan og'izga kelayotgan. ko'chib o'tuvchi manbalar bilan to'yintiriladi va biza uni timsol sifatida o'rganilganda o'zini motivlarini shakllantiradi. Ana shu ma'noda o'lim bilan tiriklik motivlari shakllanganda bu Navro'z bayramini o'sha boya aytganimdek, mana bu ustozimiz aytib o'tdilarki, kunning uzayishi, ya'ni quyoshli kunlarning uzayishi bu haqiqatan tiriklik manbai sifatida ko'zlanganini ham ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham xalq orasida Navro'zni shodiyonalik bilan kutib olinganda, u yil davomida hayoti yaxshi bo'lishligi haqidagi orzulari ham bo'lganda, shuning uchun bayramlar, sayllar, mana qizg'aldoq sayllari, gul sayllari, boychechak, moychechak sayllari bo'lishi, hattoki bizning yoshligimizda Darushana degan bir marosim ham o'tkazilardi. Hamma ariqlarni bo'yiga suv bor joylarga chiqib, hamma Darushana, Darushali degan nomlari ham bor. Ular o'sha Navro'z bayrami atrofida qilinardi va jamoalar yig'ilganda, bu menimcha o'ylaymanki, har yili qayta tug'iladigan mehr muhabbat bayrami. Bu o'sha folklor asarlarida ham xuddi shunday talqin qilinadiki, buni har yil takrorlanishi ham bejiz emas. Darvishona hozir ham bor. Xulkar opa, Har yil fikrlaringiz bo'linadi. o'rinli. Menda navbatdagi savol tug'ildi, haqli savol. Mana Navro'z bayramini butun O'rta Osiyo xalqlari nishonlaydi, to'g'rimi? Va keling, biz O'rta Osiyo xalqlaridan tashqari boshqa bir xalqlar ham bormi? Aynan qaysi xalqlar va ularning urf-odatlari, udumlari nimalardan iborat? Ikkinchi savol, o'zi Navro'z degan so'z aynan nima uchun mana shu bayramga nisbatan berilyapti? Bu so'zni etimologiyasi haqida ham qisqacha bir to'xtalib fikr yuritsak, maqsadga muvofiq bo'lardi. Sharq olamida turkiy xalqlar tarixida juda katta ahamiyatga ega bo'lgan bayramlardan biri hisoblanadi. Bugun uning qadimiyligi to'g'risida turkiy xalqlar olimlarining izlanishlari uning qadimiyligini yana bir bor isbotlamoqda. Navro'z bayrami genezisi, uning tarixi, transformatsiyasi haqida Ozarbayjon folklorshunos olimi Haybat Guyali bu asarda Navro'zning tarixini miloddan avvalgi Shumer xalqlari bilan bog'lagan manbalarga duch keldik. Shumer xalqlari bizga ma'lumki, ularning yozuvi, ba'zi so'zlari turkiy xalqlarining ajdodlari ekanligi haqida masalan Amerika olimlari ham, Yevropa olimlari ham buni tan olib aytishsa-da, lekin ba'zi olimlar qizg'anish natijasidami biroz Shumerlarni turkiylardan uzoqlashtirishga harakat qilishadi. Mana shu Shumerlar tarixida quyoshning tug'ilishi bayram sifatida nishonlangani haqida manbalarda ma'lumotlar keladi. Albatta bu u paytlarda Navro'z nomi bilan atalmagan, ya'ni bahor bayrami, ya'ni Shumerlarning biz bilamizki, ilohalari masalan quyosh ilohasi Nana Sin sharafiga uyushtirilgan marosimlari bo'lgan. Aynan o'sha Nana Sin sharafiga uyushtirilgan bayram mana shu 21-22 mart kunlariga quyoshning tug'ilishi kuniga to'g'ri kelganligi haqida manbalarda ma'lumotlar berilgan. Navro'z atamasi esa aynan miloddan avvalgi 2-asrga to'g'ri keladi. O'sha manbalarda uchraydi. Aniq manbalar bor bu bo'yicha, to'g'rimi? Ha, u paytda Markaziy Osiyoda Parfiya davlati hukm surgan davrlar bo'lgan. Aynan Navro'z atamasi mana shu Parfiya davlatiga oid manbalarda ilk marotaba uchraydi. Keyin Ahamoniylar davriga tegishli topilmalarda ham
bahor bayramini nishonlaganliklari haqida tasvirlar mavjud. Umuman Navro'z bayrami bugungi kunga qadar transformatsiyaga uchrab, ajdodlarimizning misqollab yiqqan madaniyatlarini o'zida mujassam etgan bayram bo'lganligi uchun ham bugungi kunga qadar saqlanib, mana qadr topib kelmoqda. Bir narsani doim men tarafdoriman. Biz o'zbek xalqimiz, turkiylarimiz imkoniyat darajasida har bir narsani shu o'zbekcha nomi bilan yoki turkiycha asoslar bilan gaplashishimiz kerak, bog'lashimiz kerak. Misol uchun biz hozir mana transformatsiya deymiz, boshqa deyapmiz, lekin biz evrilish desak yanada chiroyli bo'ladi. Yoki bo'lmasam biz Navro'z deyapmiz yoki qadimgi turkiylarda bu asli Navro'zning o'zi forscha bo'lib turib, nav ya'ni yangi, ro'z yangi kun degan. Turkiylarda Navro'z deyilmagan asli qadimgi. Misol uchun yilboshi degan bizda qadimgi o'sha an'analarimiz bo'lgan yoki sayllarimiz bo'lgan. Va bu bir narsaki Navro'z faqatgina turkiylarga xos bayram ham deb ayta olmaymiz. Bu forslarga xos yoki o'sha ozariylar ham dunyoda bugungi kunda 10 ta davlatda davlat bayrami sifatida nishonlanadi bu bayram. Biror bir davlatga, yurtga, mamlakatga, sanaga, dinga tegishli bayram emas. Umuman bashariyatga bashariyatga, tegishli. insoniyat kishilik jamiyatiga tegishli bayramdir. Buni misol uchun ba'zi bir olimlar bu zardushtiylik dini bilan bog'liq yoki islom keyin bunga to'yingan yoki ko'plab islomiy qadriyatlar bilan uyg'unlashgan bo'lishi mumkin. Lekin buning asosida tabiat bilan bog'liq bilimlar, tabiatdagi o'zgarishlarni yangi bir yilning kirib kelayotgani, yangi bir faslning ya'niki boshlanayotganligini bayram sifatida nishonlash. Keling shu joyda ustoz bitta savolga ham javob berib o'tib ketaylik. Navro'z so'zini nav so'zidan kelib chiqqan, forscha so'zdan kelib chiqqan deb aytyapsiz. Nega aynan mana bu forscha talqinda kelyapti bu so'zlarning etimologiyasi? Shu haqda ham bir ikki og'iz agar fikringiz bo'lsa. Yaxshi, endi men ham fikr bildirib o'taman, lekin mendan ko'ra ustozimiz ko'proq, ya'niki bu fors tili bo'yicha yoki bo'lmasa sharqshunos olim sifatida fikr bildirsalar, menimcha ustoz marhamat, shu Navro'z so'ziga kuchliroq to'xtalsak, bog'liq. Ko'p so'zlarda masalan sumalak deymiz. Beruni ham yana bir ikkita olimlar yozadi. Navro'z forschada bu so'z deydi, ro'zi nav deyiladi deydi. Demak, Navro'z forscha so'z emas. Boshqa tildan xos nusxa olingan. Ya'ni boshqa tildan aytilayotgan so'zda so'zma-so'z joyini almashtirmasdan tarjima qilib olingan. Siz aytayotgan evrilish voqealarining bitta lavhasi bu. Yilboshi deymiz, hozirgacha ishlatamiz. Ayniqsa biz yoshligimizda tepaliklarda, daryo yoki soylar bo'ylarida yilboshi deb yugurib yurardik, Navro'z deb. Bu ikkalasini doim yonma-yon ishlatganmiz. Bir-biriga hech qachon xalaqit bermagan. Aslida kelib chiqishi ham baribir avestada rostdan ham bor. Faqat boshqa so'zdan keladi. Qadimgi Navro'z hech qachon sumalaksiz kelmayapti manbalarda. Ona qutqa bag'ishlangan bo'lim bor avestada. U xaoma degan ichimlikda aytadi. Bir xillar xaoma deb o'qiydi, bir xillar xoma deb o'qiydi. Ba'zi boshqa olimlar soma deb o'qiydi. Boshqalari soma deb o'qiydi. Va shu paytgacha inglizlar bir nechta film ham ishladi. Soma ichimligini topish uchun hindlarda qolgan bu deb. Endi u hujjatli filmni ko'rdimda. Bir necha qismdan iborat. Mana daraxtlarda oldiga boryapti, panditlar ham yuribdi. Hammasi mana bu daraxtdan olingan deydi. Lekin eng to'g'ri javobni va go'zal javobni Mahmud Qashqariy bobomiz bergan. Soma, suvga bo'ktirilgan bug'doy. U izohi. Lekin soma degan so'z o'zini ham ikkita morfem bor-ku. Ikki bo'lakka ajrating. Birinchisi suv. Ikkinchisi ma. Ma ikki xil ishlatiladi. Bizda ma. Forslarda man. Man yoki ma degani yanchilmagan butun bug'doyga nisbatan, donga nisbatan, arpami va boshqa makkayim, endi Makkaga kelgan-ku. Yanchilmagan don bo'lsa, u ma yoki man bo'lgan. Tegirmonimiz ham shundan chiqqanda. Tegirmon nima uchun? Donlarni yanchadi, tugadi, ezadi degani. Mana bizdan deganim baribir tushuning, men bizniki degan so'z turgani yo'q gapimning orqasida. Biz shu dunyoga aloqadormiz.
shuni ichida hali ham ishtirok etib kelyapmiz. Faqat ha deb xorijning olimlarining fikrini, hindlarnikini yoki irondikini to'g'ri olaverish kerak emas demoqchiman. Bizda buning aniq o'zining nomlari bor. Rahmatli ustozimiz Omonulla Madayev bizga o'sha xalq og'zaki ijodini o'tganlarida Navruz bevosita folklor etnografik bir bayram derdilar. Hozir mana bu yoqda bir ajoyib Baxshi ukamiz kelganlar. Ulardan Navruzga oid xalq dostonlaridan, xalq og'zaki ijod namunalaridan eshitsakda, Navruz qadriyatlariga bir bor qaytsak. Do'mbira chalim bir moydan, gap keladi har joydan. Do'mbira chalim bir moydan, gap keladi har joydan. O'zbekiston tarixida aytib beray bir moydan. Ya hay ey qarashar qayerdan deb so'rashar. Qarashar qayerdan deb so'rashar. Boshlovchi opamga qarang, ko'ylaklari jorashar. Ey buğunlarım boşaydı, suyaklarim şovşaydı. Olmuş yeki tomirim joy-joyida şovşaydı. Boshlovchi akamga qarang, olpamushga o'xshaydi. Ey ko'nglini bir xushladi, yaxshi bir gapni boshladi. Ko'nglini bir xushladi, yaxshi odatin boshladi. Hayron qoldim ustozga, ey Navruzdan boshladi. Ey osmonda oy botadi, baxshi sozin chertadi. Osmonda oy botadi, baxshi sozin chertadi. Dilafruz opamga qarang, ey oy barishindan o'tadi. Ey katta bo'lsin davlati, kam bo'lmasin savlati. Katta bo'lsin davlati, kam bo'lmasin savlati. Bir fasl aytib berayin Ahror akam hurmati. Ey o'zga odamlar dam emas, davlatidan g'am emas. O'zga odamlar dam emas, davlatidan g'am emas. Abduzottor akamga qarang, ey olpamishdan kam emas. Rahmat Bahromjon. Ustoz Bitta qarsak baxshilarni chalib beraylik shu ukamizga endi. Ustoz baxshilarni an'ana qadriyatlarini davom ettiryaptilar. Bahromjon, sizga ham savol bilan yuzlansak, bugun siz xalq ichida, tadbirlarda, davralarda mana shu xalq termalarini kuylaganingizda yoshlarimiz, xalqimiz vakillari qanday qabul qilishyapti buni? Munosabatlar qanaqa? Shu haqida ham bir fikrlaringizni eshitsak, bu o'sha baxshichilik ham Navruz bilan tengma-teng olis bir o'tmishga, moziy tarixiga ega san'at turlarimizdan biri hisoblanadi. Marhamat Bahromjon. Bugungi kunda endi baxshichiligimiz yana ham rivojlanyapti. Kundan-kun mana festivallarimiz ko'payyapti. Yaqinda ham Xorazm viloyatida 3-ko'rik tanlov bo'ladi. Dunyo bo'ylab mana xalqaro baxshichilik festivali bo'ladi. Bunga ham nasib bo'lsa bizlar ham boramiz tayyorgarlikka. Kundan-kunga muxlislarimiz oshyapti, baxshilarimiz ko'payyapti. Yurtboshimiz tufayli mana bunday festivallar tashkil qilyapti. Yoshlar orasida bo'zotuvlar bo'lyapti. Ular qatnashyapmiz. Yoshlar qanday qabul qiladi? Masalan, sizni tengdoshlaringiz orasida mana shu termalardan kuylaganingizda ularni yuzidagi, ko'zidagi ifodasini sezasiz baribir. Hozirgi kunda hamma qiziqib, ana qilib san'atga ancha e'tibor bo'lyapti, o'rganib. Keling endi
islomgacha va islomdan keyingi bo'lgan Navruz haqida bir to'xtalib o'tsak, Ahror akaga yuzlanmoqchi edim. Ahror aka, bilamiz, Navruz bayrami bilan bog'liq yoki shunga monand bo'lgan bayram va an'analar qay tusda bo'lgan? Juda o'rinli savol bo'ldi. Agar biz yil boshi bayrami nishonlanishi islomgacha, islomdan keyin qanday bo'lgan degan savol qo'yadigan bo'lsak, bu umuman aholini, insonlarni o'sha davrdagi Turon milliy aholisining dunyoqarashidagi, e'tiqoddagi o'zgarishlarni keyingi boshqa tushunchalar bilan yoki o'zlari qabul qilgan e'tiqod bilan qorishuvi, marosimlar yoki turli xil o'tkaziladigan, aytaylik, hatto hukumat darajasidagi qabul qilingan tartiblarda o'zgarishlarni kuzatishimiz mumkin. Xususan, islomgacha bo'lgan davrda yil boshini aynan hukmdorni o'zi rahbarlik qilib buni o'tkazgan. Aynan shu kuni shikoyatlar tinglangan, hukmdor tomonidan aholining ekin-tikinchilik bilan shug'ullanuvchi, chorvachilik bilan shug'ullanuvchi, savdogar va har xil qatlamidagi insonlarning kamchiliklari, shikoyatlari eshitilgan va ularga hukumat tomonidan, davlat tomonidan iqtisodiy va turli xil shakldagi yordamlar berilgan. Va bundan tashqari aynan yil boshini islom o'rnatilgandan, arab xalifaligi tartibi o'rnatilgandan keyingi davrda saqlanib qolgan, hattoki o'sha hujjatlarda ham, arab turli xil manbalarda ham keladi. Ya'ni shu paytgacha Navruzda hukmdorlarga tortiq qilinadigan mahsulotlar yoki bo'lmasa buyumlar bo'lgan, sovg'alar deymiz. Navruz arafasida hukmdorlar turli xil qatlam vakillaridan yoki viloyatlardagi o'zlarini noiblaridan sovg'alar, hadyalar olishgan. Bu hadyalarni qilish keyinchalik arab noiblari va hattoki xalifalarga tortiq qilish davom etgan. Bu hattoki o'sha soliq tartibida qadimdan agar qaysidir ma'noda ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, islom o'rnatilgandan keyin ham bu jarayon davom etavergan. Ya'ni din o'zgarib boryapti, dunyoqarash o'zgaryapti, lekin Navro'zni nishonlab sovg'a taqdim qilish hukmdorga yoki bo'lmasa bu saqlanib qolyapti. Yangi tartibga bu moslashyapti, o'zlashyapti. Yoki bo'lmasam Navruzda pishiriladigan turli xil taomlar, rivoyatlari, afsonalari yoki diniy dunyoqarash bilan bog'liq tushunchalar endi islomga qaysidir ma'noda singib boryapti va islomiy tarixiy shaxslar yoki turli xil sahobalar yoki umuman ahli bayt oila a'zolari bilan bog'liq jarayonlar bilan qorishib ketyapti. Sumalakni aytaylik pishirilishi bilan bog'liq rivoyatlarni aholidan agar so'raladigan bo'lsa, hozirgi kunda shunaqa bir afsona rivoyatlarni aytadi. Bibi Fatima, ya'ni Fatima onamiz o'zlarining o'g'illari Hasan bilan Husaynni qorni och qolganda o'sha maysani qaynatib, ya'ni yangi ko'klagan bir o'tlarni qaynatib, undan keyin 30 ta farishta tushdi, sumalak va sermalak yoki bo'lmasam semalak, 30 malak degan turli xil rivoyatlar keyingi davrlarda o'ziga xos ravishda yangi bir tasavvurlar bilan qorishib ketdi. Ya'ni azalda qadimiy bor ayrim tushunchalar, masalan, Dehqon bobo shaxsi bor yoki bo'lmasam o'sha kulti bor, e'tiqodiy nuqtai nazardan buni har xil ko'rinishda olish mumkin. Ya'ni ellinizm davrida buni hattoki o'sha Dionis bilan bog'lashgan yoki umuman ilk dehqonchilikni qilishni boshlagan odam Ato bilan bog'lash jarayonlari bor. Endi Navruz kelish arafasida, yangi yil boshlanishida Dehqon bobo uyma-uy yurib, turli xil bog'lardan o'tib, u yerda bolalarga hadya qoldirib ketishi. Bu afsona o'zlashdi. Dehqon boboni shaxsiyati islom kirib kelishidan yana bir shaxsiyat bilan boyidiki, biz uni Hazrati Xizr deb aytamiz. Bu umuman turkiy xalqlarning qadimiy bir tasavvuri, dunyoqarashidagi turli xil bir afsonalarni, rivoyatlarni o'zlashishi. Marosimlar ham xuddi shuningdek o'zaro omiqtalashuv, muayyan bir almashinuv asosida boyib bordi yoki bo'lmasam yangi dunyoqarash yoki e'tiqod bu eski marosimlar bilan birga bitta bo'lib ketdi. Xitoy manbalarida yozadiki, Samarqandliklarda Navro'zni qanday nishonlanganligi to'g'risida, ya'niki Xitoy muarrixlaridan biri ilk o'rta asrlarda Samarqandda deydi, bahor arafasi deydi, ko'klam kirib kelgan paytda deydi, butun yurt deydi, podshoh boshchiligida deydi, Samarqandliklar qir adirlar bo'yiga to'planishadi va 7 kun sayl o'tkazishadi deydi.
va 7 kun davomida bu yerda juda ham katta musobaqalar, xalq sayllari tariqasida odamlar ya'niki Navro'zni yil boshini nishonlashadi deydi. Bunda turli xildagi taomlardan tashqari xalq misol uchun kattalar, bolalar o'rtasida xalq o'yinlari, musobaqalar o'tkaziladi deydi. Va 7-kun deydi oltin qoboq, ya'niki oltin o'sha ya'niki merganbozlar o'rtasida deydi musobaqa bo'ladi deydi va ma'lum bir o'sha oltin tangani qo'yib qo'yiladi yoki oltin qoboqni qo'yilganda eng shuni aniq otgan odam deydi bir kun davomida deydi yurtga podshohlik qilish maqomi beriladi deydi. Biz bundan ko'ryapmizki, aynan shu Navro'zning nafaqat tarixi, Navro'zning jamoaviy ekanligini yoki bo'lmasam bekordan bekorga u odamga yurtni boshqarish nimasi yuklatilmaydi. Bu qandaydir bir jihatdan ramziy ma'nosi bor ekanligini ko'rishimiz mumkin. Keling shu o'rinda sumalak tarixiga ham alohida bir yuzlansakda, shu haqda bir ikki og'iz fikr bildirib o'tib ketsak, menimcha hammaga qiziq. Chunki butun O'rta Osiyo hududida har yili Navro'z bayrami arafasida bizda ajoyib sumalak sayllari bo'ladi. Sumalaklarni biz tayyorlaymiz, sevib iste'mol qilamiz. Buni tarixi haqida menimcha to'xtalib o'tmasak bo'lmaydi. E'tiborli bir jihatga hammani diqqatini jalb qilmoqchiman. Misol uchun sumalak ko'proq ayollar tomonidan oldingi ayollar jamoasi tomonidan pishirilgan va sumalakka ma'lum bir ma'noda turli xildagi magik yoki bo'lmasam afsungarlik odatlari bo'lgan. Ya'niki sumalakka bekordan bekorga yong'oq tashlanmagan, ya'niki serpushlik ramzi bo'lgan yoki bo'lmasam sumalakning tayyorlanish jarayoni boshqa xalqlarda uchramaydi. U bir necha bosqichlarni bosib o'tadi va uzoq davomida o'sha bug'doyning nish urib unib chiqqan bug'doyning cho'yilib va undan tayyorlangan taom bahorda ilguzildi paytda odamlarga kuch-qudrat va odamlarning ma'lum bir ma'noda meditsina nuqtai nazaridan, tabobat nuqtai nazaridan ham to'yinishiga ma'lum bir ma'noda bahorda ilguzildi paytda uning oziqlanishiga bir asos bo'lgan. Ikkinchi tomoni borki, biz Navruzda tayyorlayotgan Navruz sumalak bilan bog'liq narsalarni biz ayollar ko'proq pishiradi dedik. Unda erkaklar jamoasi nima pishiradi degan savollarda. Bahorda agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, respublikaning turli hududlarida erkaklar tomonidan pishiriladigan marosim taom bor. Bu halim deyiladi. Aynan halim ham yoki sumalak ham bu ma'lum bir ma'noda marosim taomlari hisoblanadi. Va bularning ikkisi ham e'tibor bilan nazar tashlaydigan bo'lsak, doim ravishda odamga to'yimli oziqa bo'ladi, odamga kaloriya beradi va odamni to'yintirishga xizmat qiladi. Yana bu nafaqat ovqat, balkim elni, yurtni, jamoani birlashtiradi. Bu ovqat nafaqat taomlik vazifasi, bu odamlarni, elni, yurtni biz bugun ijtimoiy tarmoqlar qaysidir jihatda odamlarning hayotini bir ajralmas bir bo'lagiga ajraldi. Oldingi davrlarda mana bunday sayillar yoki bo'lmasam bayramlar orqali odamlar o'zining hayotida bo'lgan o'zgarishlar, bu yilda qilayotgan ishlar yoki qaysidir qarindosh urug'i, qo'ni qo'shnisi bilan bo'lgan muhim yangiliklarni aynan mana shu sayillar orqali o'zaro fikrlashga almashgan. Rahmat fikrlar uchun. Folklorshunoslarga yuzlansakda, hozir tarixchi olimlarimiz aytayotgan fikrlar folklorda qanday ifoda etiladi? O'sha marosimlar, urf-odatlar, taomlar, Xulkaripa. Ustoz sumalak haqida gapirdilar, ya'ni jamoani ishi bu deb. Men o'ylaymanki, Navro'zni qachon paydo bo'lganligi yoki qanday nishonlanayotgani emas, Navro'zni hayotdagi ahamiyati haqida urg'u berishimiz kerak deb o'ylayman. Negaki, Navro'z jamoa bayrami, jamoa sayli, jamoada pishiriladigan taomlar bilan qiziqroq. Shuning uchun ham e'tibor bersak, Navro'z paytida biz shaharlardan qishloqlarga, tog'larga, adirlarga qochishga harakat qilamiz. Kengliklarga, chunki o'zi tabiat go'zal, bizni chorlab turibdi. Va ikkinchi ma'no esa diydorlashuv. Ustoz aytdilar, bu diydorda juda katta ma'no bor. Ayniqsa hozirgi kundagi bunaqa rivojlanish, texnikaning rivojlanish davrida folklorshunoslikda sumalakni tayyorlanish jarayonida bir ashadaroza degan marosim o'tkazilganligi haqida ma'lumot beriladi. Bunda aynan o'sha qo'g'irchoq kampir, ayol kampirni tayoqdan ayol kampir kiyimini kiyg'izib, uni o'ynatishadi va ayollar qo'shiq aytib, yoshlar o'sha kampirni o'sha musobaqa o'ynashadi, qo'shiq aytishib, ya'ni marosim shakliga kirganda va bu o'sha kampirni quvib, o'rniga yosh tabiat kelganligini bildiradi deb berishadi. Bu ham o'sha sumalak davrida, sumalak atrofida amalga oshirilgan. Va yana ustoz aytdilarki, ya'ni sumalak ayollar ishtirokida asosan amalga oshiriladi
deyiladi. takrorlanishi. Ha, masalan o'sha Avestoda ham o'sha umay ona borlar, bu nima onalar va bolalar tangrisi deb qaraladi. Ya'ni ya'ni yangi hayot tug'ildi, mana ustozlar aytishyapti, yangi hayot tug'ilyapti va bunga asosan homiy kim bo'lyapti? Ayollar, onalar bo'ladi. Ya'ni go'dak tug'ilganda ona homiy bo'lgandek, ya'ni tabiatga ham o'sha ma'lum ma'noda o'sha marosimlarda ayollarning boshchilik qilishi hattoki hozir kunda ham ko'zga tashlanadi va Navruz boshlanishida shohmaylar marosimlari ham o'tkazilgan. Ya'ni ilk urug' ekilishda, ilk yer haydalganda, hozir endi texnika asrida buni ko'rmaymiz. Ya'ni qo'sh ho'kizlar haydalganda unumli bo'lsin, barokatli bo'lsin yerlarimiz, ya'ni hosillarimiz yaxshi bo'lsin degan ma'noda ho'kizlarning shoxiga moy surib qo'yishgan odatlari bo'lgan. Bular ham o'sha ma'lum ma'noda Navro'zni kutib olish va yil davomida yaxshi hayotga erishish maqsadida qilingan. Sumalak marosimi haqida mana suhbat olib boryapmiz. Sumalakni shunchalik ota bobolarimiz, momolarimiz ahamiyatli bo'lishganki, undirishni bir qalbi pok, o'zi ham pokiza bir ayolga ishonib topshirishgan jamoada. Va buni yetishtirayotgan ayolning ham o'rni alohida bo'lgan. Bu albatta hozir Xulqar opa aytganlaridek kampir kulti bilan ham bog'liq deb hisoblayman. Va o'sha ayol undirgan bug'doy shirin taom bo'ladi deb ishonishgan va qorong'u joyda u undirilgan. Yaxshi, hattoki urush janjal bo'lmaydigan xonadonlarga ishonib topshirishgan. Bugun ham bu kuzatiladi. Masalan, bolalar qo'liga berib qo'shnilarga tarqatish, bolalarni ehson qilishga, saxiylikka o'rgatish, umuman Navro'zni bir kompleks bayram sifatida bilsak, har bitta marosimlarni, urf-odatlarni zamirida juda katta ezguliklar bor. Shuning uchun ham bugungi kungacha yashab kelayotganligining asosiy sababi ham uning ezgulikka yo'g'rilganligida va o'sha ustozlarimiz aytganday birlashish xususiyatiga ega bo'lganida. Asrlar davomida taqiqlar, kurashlardan o'tib kelayotgan Navro'zni bugunga qadar yashab qolishida, bugunga qadar biz uni bir go'zal bayramimiz sifatida nishonlashimizda sabablar nimada? Ustoz, sizga yuzlansak, Navro'z qanday qilib asrlar silsilasida tirik qolgan, yashab qolgan bayram? Qanday sinovlardan o'tgan? Qush qo'nadigan joy bo'lmasa, osmonga ham sig'maydi. Chunki baribir qulaydi, tubsizlikka ketadi. Lekin bu Navro'zimiz yeri bor qush, vatani bor qush. Uning vatani To'ran. Sumalakda aytyapsiz, mana ayollar haqida gapirdik. Uning ham egasi bor. Birinchi momomiz Onaqut deb nomlangan. Uni ruslar Anahita deb yozadi. Forslar Nahit deydi. Arablarning bir qismi Nana deydi. Bu Onaqut ikkita muqaddas daryomiz bor. Biri Ukuz deb atalgan, biri Yaksar deb atalgan. Ikkovi qo'yilgan joy O'rakuz. Ukuz dengizi, Ukuz suvi, Ukuz obod qilgan joy deb atalgan. Mana shular Avestongizda bor. Boshqa qadimiy kitoblarda ham bor. Shu sababdan Onaqutdan meros bo'lib kelayotgan udumlar bular. Bularning haqiqiy tarixi bor. Biz tarixini bilmasak, sochilib ketaveramiz. Kim nima desa, boshqa nemis nimadir dedimi, unga moyil bo'lib ergashib qolamiz. Yapon nimadir dedimi, biladi. Ya'ni Eron. Lekin o'zimizning ham tariximizda, o'zimizning tilimiz bilan mavzuga, masalaga o'zimiz yo'limiz bilan borib ko'raylik. Voqealar qanday chiqadi? Qaysi xalqda haqiqatan bizday nishonlanadi? O'xshash ko'p aytganingizdek davomli. Har xil. Lekin ular ham qachonlardir biz bilan bitta bo'lgan. Turk haqqonliklari davrida bitta davlat edikku deyilganmiz. Juda katta qismimiz. Bitta jarayonni boshdan kechirganmiz. Aslida birortamiz bir-birimizga begona emasmiz. Hozir bo'linib endi go'yoki begonaga o'xshaymiz, go'yoki. Aslida begona emasmiz. Nima uchun saqlanib kelyapti? Chunki hatto islomda aytaylik, islomda ham ezgulikning har bir harakati qo'llab-quvvatlanadi. Hozir aynan bugungi kunlarda to'rt tarmoqda, internetda kurash boshlanib ketdi. Navro'z bayram qilish kerakmi, yo'qmi? Sumalak muqaddas ovqatmi, ovqat emasmi? Bu muqaddas emas, oddiy ovqat bu ham. Odamlar ko'pirtiryapti. Yo, har bir gap o'ylab gapirishimiz kerak. Avval uning tarixiga qarash kerak.
nima uchun bizning tariximizda u mustahkam o'rin tutib turibdi bugungacha. 80 yil o'rtalarida bekor qilindi bir marta, lekin butunlay emas. Navro'z nima uchun to'xtamaydi bizda? Sumalak nima uchun davom etib kelyapti? Bobolar, mana hammangiz yoshligingizda qatnashgan bo'lsangiz, ko'p tepaliklari yonida, daryoning yonida yoki shunday chiroyli bir maydonda o'tkaziladi. Sumalak qaynab yotadi, suziladi. Shunda nima bo'ladi? Bobolar katta qurda o'tirib, butun tabiatni birinchi duo qiladi. Bu islom bilan hamohang. Sumalak Bibi Fatima ovqati dedingiz-ku, qo'llanmalarda ham bor. Shu duolarda deyapsiz-ku, tartibi bilan berilgan, qo'llanmada saqlanib qolgan. Sumalakni hatto yozayotgan odam nomini bilasizmi? Arabchalashtirib o'rnab ko'rgan. Balki o'zi tushunmagandir Sumalakni. Hozir endi tushunyapsiz-ku, haqiqiy turkiy so'zligini. Sumalaka deydi. Mana yonimizda, chunki bizda ham islom bor. Vujudimizda, ruhimizda. Ham qadimgi dunyomiz ham, demak, u bilan hamohang ekan. Unga zid bo'lganda yoki bir-biriga zid bo'lganda bungacha yetib kelmas edi. Rahmat fikrlar uchun. Ustoz, sizda qandaydir fikrlar bo'lsa? Absattor aka, to'g'ri. Endi xalq bilimlari ma'lum bir tarixiy davrlardan o'tib sinalib kelyapti. Turli xildagi o'sha islomiy qarashlar, islomiy dunyoqarash bilan uyg'unlashgan bo'lishi kerak. Lekin boshqa tomondan ya'niki bu o'sha tabiat bilan bog'liq bayram bo'lganligi uchun juda ham to'g'ri aytdingiz. Ya'niki tabiatdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lganligi uchun, qadimgi o'sha dunyoqarash bilan bog'liq bo'lganligi uchun, inson va tabiat o'rtasidagi munosabatlarning bir natijasi sifatida paydo bo'lgan bayram bo'lganligi uchun tarixning ko'plab chig'iriqlardan o'tib kelgan. Misol uchun Ahmoniylar davrida yoki bo'lmasam yaqin o'tmish davrimiz shu Sovet davrida ham bir necha taqiqlar va tazyiqlarga uchragan. 1985-yillarda Navro'z bayramining o'rniga soxta ravishda Sovet hokimiyati Nobahor degan bayramni joriy qilishga harakat qildi. Ya'niki bu bayram Navro'z bu din bilan bog'liq, bu o'zbeklarga yot bayram, turkiylarga yot bayram sifatida uni taqiq qo'yildi. Lekin xalqning bu bayram ekanligi, xalqqa tegishli bayram bo'lganligi uchun bu hech qachon yo'qolib, taqiq, tazyiqlar bo'lsa-da u unutilgani yo'q va tez orada milliy qadriyat, milliy an'ana sifatida bu qayta jonlandi va davlat miqyosida bugungi kunda umummilliy bayram sifatida nishonlayapmiz. Bir so'z bilan aytganda, Navro'z odamlarni ezgulikka, yaxshilikka chorlaydi. Navro'z odamlarni birlashtiradigan bayramdir. Navro'z orqali biz hayotimiz yangitdan bir boshlanganligini guvoh bo'lamiz. Shu jihatdan bugun nafaqat Navro'z o'zbeklar misolda, misol uchun 2009-yilda Navro'z jahon bo'yicha UNESCOning jahon nomoddiy madaniy meros ro'yxatiga kiritildi. 2010-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan 21-mart butun insoniyat, butun mamlakatlarda Navro'z bayrami kuni sifatida, Navro'z kuni sifatida nishonlanadigan bo'ldi. Dunyo bayrami deb aytsak bugun bo'ladi, to'g'rimi? Navro'z butun kishilik jamiyatiga tegishli bayram sifatida nishonlash o'ziga xos bir an'anaga ega bo'ldi. Demak, Navro'z jon tomirimiz singari turkiy xalqlarning o'sha paydo bo'lishi bilan ular bilan hamohang bayram desak ham bo'ladi. Demak, so'nggi savolimizni ham beramiz, xulosaviy fikrlarni olishga harakat qilamiz. Navro'z va unga bog'liq udumlarning bugungi kunda ham yashamog'i va unga bo'lgan munosabatlarning ijobiy bo'lishi ko'p jihatdan ma'naviy hayotimizni ham mustahkamlaydi. Demak, mana shu xalqni xalq sifatida, millat sifatida shakllanishida, uni bir o'ziga xos fazilatlarni namoyish bo'lishida Navro'zni o'rni barcha o'sha olimlarimizdan xulosaviy fikrlarni olsak, ustoz sizdan boshlasak. Hayot, umr o'zi har lahzada kurash degani. U sokin kechar yoki shiddatli bo'lar, ammo kurash har lahzada. Hozir to'rt tarmoq butun jamiyatimizni hamma joyini o'rab oldi. Jon tomirlarga ulashib ketdi. Hammaning qo'lida telefon yoki kompyuter, bosh ko'tarmaydi. Metroda, avtobusda yursangiz ham. Ana shuning ichida biz suhbatlashayotgan dunyo kam. Uncha ko'rinmayapti. Ana shu bo'shliq asli ular qarayotgan joyda bizning narsalarimiz bo'lish kerak. Badiiy filmlar bo'lish kerak. O'tgan safar ham bir aytdim. Domla 1-yanvar boshlanadi-ku. Hamma 1-dekabrni olaylik.
harakat boshlab beradi. Televideniya to'liq boyagi uyda yolg'iz falon qorbobo qor malikasi ketdi, tinimsiz filmga to'ladi. Uni bolalar ham kattalar ham ko'radi va qiziq. Shuning uchun u bayram qiziq bo'lib ketadi. Lekin Navro'zga yaqinlashdik-ku. Nechta badiiy film ko'rdingiz Navro'zga oid? Albatta ham men ko'rmadim. Lekin juda ko'p hujjatli filmlar yaratilgan. Yo'q, hujjatli film o'z yo'liga. Uning badiiyat boshqa narsa. Badiiyat eshigini ochib kira oladi. Ko'ngilga, ruhga kiradi. U ko'ngilga eshiklari badiiyat orqali ochiladi. Hujjatli uning boshqa yo'rig'i bor. U borgan joyga u bora olmaydi. Chunki otasidan ham eshitadi, mamasidan ham, buvasidan ham, qo'shnisidan ham Navro'z mana bunaqa, domlasi ham aytadi mana bunaqa, lekin u yerda badiiyat yo'q. Biz shu soha bo'sh qolgani uchun bizning o'rnimizni boshqalar dunyosi to'ldiryapti. Multfilm yo'q bitta ham. Mustaqildan keyin ham yarim asrga kelib qo'ydik salkam. Yaxshi. Lekin qani bu filmlar? Kim qiladi? Bizga hindlar ishlab beradimi? Yo, koreyslar ishlab beradimi? Demak, mana shu Navro'z sayli bilan umuman qadimgi urf-odatlarimiz bilan bog'liq an'analarni kengroq targ'ib qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak demoqchisiz. Xulosa bilan aytganda. Endi deyshanda, chunki shuni aytmasang ham bo'lmaydi-da. Katta mavzu, Rahmat. katta masala-da bu. O'ylaymizki, keyingi mavzularimizda bunga kengroq, batafsilroq to'xtalamiz. Qani, Xulkar opa, sizdan xulosaviy fikrlarni eshitsak. Ustoz sumalak haqida aytdilar. Sumalak yo'qchilikdan kelib chiqqan taom dedilar. Men shunga ko'p diqqat qilaman. Bugungi kunda to'qchilikning taomi. Bozorlarda ham sotilyapti. Shunday. Har doim qishda o'rtasidan boshlab sumalakni ko'ramiz. Bir bo'lay, men yo'qchilikdan kelib chiqdi demadim. Yo'q, afsonasi. Yo'q, bitta qo'lyozmadagini aytib berdim faqat. Men ona qutning taomi dedim men. Tag'in buni Yo'q, endi och qolgandan tayyorlandi degan endi negizini aytmoqchiman-da. Negizini aytmoqchiman-da. Hozir ustoz to'g'ri aytyaptilar, masalan, kinofilmlar shunaqalar yo'q. Yana folklorda 3 avlod vakili degan narsa bor-da. Bunda bobo, buvi, ota-ona, nabira, ya'ni farzandning birikuvi natijasida tarbiya maktabi shakllanadi deydi. Ana shu sumalaklarni bajarishda yoki sayllarga chiqish yoki Navro'z bayramini shakllantirish, uni yashashini faollashtirishda ham bu 3 avlod vakilini birlashuvi albatta Navro'zni yanada yashashiga yoki mana shu sumalak taomni ham maqsadlida u shuncha har kuni pishiradigan taomimiz emasligini, shunga shukrona aytib qilayotganligimizni o'rgatishimiz yoki bobo buvlarimizdan shuni mana ustozga o'xshagan tarixlarini aytib berish ham ularni yuragini jiz etadigan qanday zamonlarda yashayapti ekanmizki, biz qanday shukronalar aytsak bo'lar ekan va hududimiz mana jannat makon, hamma yurtda ham 4 ta fasl yo'q, bizda mana bahor faslini o'zgacha-da. Buni shukrini aytish uchun ham bunday sayllar, bunday taomlarni albatta pishirish kerak va birgalikda pishirish kerak va vakillarni bir-biriga bog'lash kerak. Ana o'shandagina bu televizorlar, boshqalar ma'lum ma'noda ustoz aytgandek zanjir bo'lishi mumkin, lekin insonga zanjiriga hech narsa yetmaydi. Ya'ni jamoada qilinadigan tadbirlar, sayllar bu Navro'zni ahamiyati juda katta. Rahmat fikrlar uchun. Ahror aka, marhamat, xulosaviy fikrlaringiz bo'lsa bo'lishsak bo'ladi. Agar biz Navro'z bayrami xususida xulosa qiladigan bo'lsak, azaldan bitta eng asosiy jihati borki, Navro'z xalqlarni birlashtiradi. Ustozimiz aytgandek, kishilik jamiyatning bayramiga aylanishi uchun unda barcha imkoniyatlar bor edi. Bu iqtisodiy, hatto boshqaruv nuqtai nazaridan birlashib ketgan edi. Nimasi bilan? Aytaylik, bizning xalqimiz hech qachon bir boshqaruvdan yoki bir iqtisodiy hayotdan hatto dam olganda ham chetga chiqmaganini ko'rsatadi. Navro'z bayrami arafasida birinchi qilinadigan ish yil boshida ekin maydonlari qadimdan, masalan, jamoa o'rtasida taqsimlangan. Chorva nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsak, u yerda cho'ponlar tayinlangan. Hozirgi kunda cho'ponlar tayinlanadi yil boshida. 1 yillik chorvani boqilish mablag'i kelishiladi. Har tomonlama bu aholini turmush tarzi bilan bitta bo'lgan. Ya'ni uni mehnat jarayoni, hattoki hordiq chiqarishi ham bir-biri bilan uyg'unlashib ketishini eng asosiy sababi bu bizning qadriyatlarimiz azaldan turmush tarzimizdan ajralmas bo'lganligi edi. Marosimlar albatta qo'shiqlarsiz, kuylarsiz bo'lmaydi. Folklor aynan o'sha marosimlarning so'zlariga asoslangan. Navro'zga bog'liq juda ko'p rivoyatlar, ustozlar aytgandek afsona, xalq qo'shiqlari, maqol matallar bugungi kungacha yetib kelgan.
ularni targ'ibotini ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsa ham kuchaytirishimiz kerak deb hisoblayman va bu albatta faqat ezgulikka, yaxshi g'oyalarga xizmat qiladi. Rahmat. Navruz bu tabiat bayrami, Navruz bu uyg'onish bayrami. Aynan shuning uchun qadim ajdodlarimiz o'ziga xos bir an'analarni qilishgan. Navruz kunlari odamlar bir-birlariga gullar hadya qilishgan. Ya'niki hayotingiz gulday chiroyli bo'lsin deb turib yoki yerga suv sepishgan, bu yilimiz qutli, barakali yil bo'lsin deb turib. Navruz kuni odamlar bir-birlariga shirinliklar hadya qilishgan. Ya'niki hayoti shirin bo'lishini, yil davomida mazmunli bo'lishini. Navruz kuni oqsoqollar, qariyalar yo'qlangan. Chunki aynan ajdodlarga, ya'niki katta avlodga bo'lgan e'tibor bizda azaldan bo'lgan. Afsuski, mana bunday qadriyatlarning ko'plari bugun go'yoki o'tkazilsa-da ramziy ko'rinish olmoqda. Qaysidir bir jihatdan qaysidir o'tkazilishi kerak bo'lgan bir an'ana tariqasida o'tkazilmoqda. Men bularni haqiqiy xalqning qoni, joni bilan singaydigan, bolalar uchun ularning mazmun mohiyatini tushuntirib beradigan bir bayramga aylanishini istab qolaman. Va Navruz o'zbek xalqining shu tarixi qanchalik buyuk ekanligini ko'rsatuvchi bir bayramdir. Kelajak avlodlar uchun ham tabiat bayrami sifatida, milliy qadriyatlar sifatida davom etishida biz olimlar ko'plab yana tadqiqotlar olib borishimiz kerak va buning mazmun mohiyatini o'tmish bilan bog'liq ekanligini va marosim an'analarning mazmun mohiyatini to'laqonli ochib bersakgina yoshlarimiz bundan tushunchalarga ega bo'ladi va o'ylaymanki, Navruz yana uzoq yillar davom etadi va har bir xalqimizga har kuni Navruzdek go'zal bo'lishini tilab qolaman. Ajoyib fikrlar uchun rahmat. Bahromjon ukamizni o'zini baxshichilik san'ati haqida so'nggi fikrlarini bilsakda, yana bir shingil baxshichilik namunasidan eshitib turib, shu bilan ko'rsatuvimizga yakin. Ohanglar bilan go'zal albatta. Marhamat Bahromjon. Navruz haqida aytadigan bo'lsam, ustozlarimiz gaplariga 100% qo'shilaman. Bu Navruz bizga juda bir katta tarixga egada. Bu bizning an'anaviy urf-odat bayrami hisoblanadi. Ustozlarimiz aytgandek, hozir aytdilar, mana bunday televideniya, filmlar ishlab chiqarsa, yana ham bizlarda yaxshi kayfiyatda Navruz bayrami o'tardi. Kelinsa men shu Navruz bayramiga bir terma qilib beraylik endi. Marhamat, eshitamiz. Ey hoyar ey Ey dombra olim qo'lima gap keladi tilima Dombra olib qo'lima gap keladi tilima Navruz keldi do'stlar ey O'zbekiston elima Navruz bayrami keldi ey O'zbekiston elima Ey dombiralar ushlandi yelning ko'ngli xushlandi Dombiralar ushlandi yelning ko'ngli xushlandi O'zbekiston elimda Navruz sayli boshlandi O'zbekiston elimda Navruz sayli boshlandi Ey dosh qozonda sumalak qizlar sochida jamalak Dosh qozonda sumalak qizlar sochida jamalak Ko'kka chiqdi kamalak Hammangizga yaranglar ey Navruz bo'lsin muborak Hammangizga yurtdoshlar ey Navruz bo'lsin muborak Baxshi deydi bizlarni eshitingda sizlarni Baxshi deydi bizlarni eshitingda sizlarni Bayram bilan tabriklayman ey yurtdoshlarim sizlarni Bayram bilan tabriklayin ey yurtdoshlarim sizlarni Yo nasib barchaga bahor visoli, bog'da bulbul gulga aytar dilrozi, go'dak yuzidagi kulgich misoli, oftob barchamizni etsin sarafroz, qish qahrin eritgan kunduz muborak, yangi kun muborak, Navruz muborak.
Shuning bilan O'zbekiston tarix telekanalida tarix maydoni ko'rsatuvi o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Navruz barchangizga, barchamizga muborak bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.